Mana shu mashina aka. Ko'ring. Bu kraskali mashinangizda qancha deysiz? Yo'q aka, bu hech qanaqa kraskasi yo'q. Bu akam mashinasi. Bir qo'l haydalgan aka. Salondan o'zimiz olganmiz. Bu endi narxiga kelayotgan bo'lsa aka, 10 mingga berib yuboramiz aka. Mashina akamnikida. Nima? Mashina akamniki deyapman. Kraskasi yo'q buni. O'zimiz salondan olganmiz. Bitta qo'l mashina aka. Men loq deb o'ylayapsanmi? Buni kraskasi 100% bor. Javob beraman. Tushundingmi? Agar kraskasi bo'lsa, yarim narxini tushib berasanmi? Qanaqa aka? Agar mana shu mashinani kraskasi borligini isbotlab bersangiz, mashina shundoq tekinga berib yuboraman sizga. Gapingga javobmi? Javob aka, erkakcha gap. Texpasportni ol ukam. Mana aka texpasport. Mana oq deb yozilgan. Kraskasi bor. Yo'q aka, siz noto'g'ri tushundingiz. Haligi mashina biron yerga urilsa, o'shanda sepiladigan kraskani nazarda tutgandim aka. Gap bitta. Yo'q aka, siz noto'g'ri tushunyapsiz. Men hozir akamga bitta telefon qilaydi. Alo. Xullas, shunaqa gap. Demak, mashina mushiga o'tibdi-da. Aka, nima deganiz bu? Bo'ldi, gapirma. Tabriklayman aka, mashina sizniki. Mana bu erkakcha gap bo'ldi. Bitta choyxona sizdan. Bo'ldi. Bitta choyxona bo'lsa, mendan. Qani ketdik. Aka, Sizga mana shu choyxona aytdim. Mana shu choyxona olib bersangiz aka, mashina siznikida. Tushunmadim. Choyxonani sizga nimaga olib beraman? bitta choyxona mendan deganmidingiz? Abzingizda turing, mushik. Haligi meni noto'g'ri tushundingiz. Kechki ovqatni nazarda tutgandim. Gapni ko'paytirmang. Siz menga ovqatni emas, choyxonani va'da bergansiz. Aka, mana noto'g'ri tushundingiz. Men hech qanaqasiga noto'g'ri tushunmadim. Bu o'yinni o'zing boshlading. Lafzni erkak kishiga chiqargan. Olvon, mashina kerak bo'lsa, bitta choyxona sanda.